Neme degan köp aldamçılıklar bu? Şunu dememse, meni şu aldamçılıklar içideki en yamana uçurgan. En yamaniga qandaq aldamçılık? Muhabbet aldamçılıklar. Bu xil odamlar çoğun qonunning javobgarligiga tortildi. Ey, bichar qiz. Onaqti bugun shu aldamchilik uchragan qizning rasmini ko'rib taqasizlar. Serdeki rengdar şu sen 18'ge hemsiz tul sen. Serdeki rengdar şu sen 18'ge hemsiz tul sen. İçilmğan encür gül sen, eytilmğan nakş sen nakşan. Şu asırlı yürekte yaşan. Yüreğimden çukur girdim, ümitsizlik kelsen irdin. Yüreğimden çukur girdin, ümitsizlik kelsen irdin. Desla turdum közün nurdun, eytilmğan nakş sen nakşan. Yüreğimde yürek bup yaşar, bu kalbimde yürek bup yaşar. Siz aroq ichishni qachondan boshlab o'rgandingiz? Siz kim bo'lasiz? Tunishyo tunishmay, nim gap so'raysiz?
Sizning rostli biz bilan tanishishimiz bo'lsa, meni bir shartim bor. Men ko'pchilikni tanishtirib bo'lgandan keyin bizga hikoyangizni so'zlab berasiz. Hikaye? Ne hikayem yok. Hikoyangiz olmasa, bu yer qanday gap qoldingiz? Bu yer hikayesi yo'qlar kasb bo'lmamdika. Ayet bir dostum tavsiya qildi, kirib chiqay deb kelishim. Hikoyangiz bo'lmasa, ko'zlaringizdan nemancha bunday yosh oqdi? Biz deyishgandek bo'lsin, men ko'pchilikni bir tanishtiray, angacha sizmi hikoyangizni so'zlashga tayyor turing. Batayda o'tgan qavoxonimizniki xizmatchisi Übbügül xonim bo'ldi. Bu yer topshiriq ishlab o'tirgan bo'lsa, Übbügül xonimniki beqavogan qizi Monika. Bu ustalda o'tirgan O'shur apandi buxgalteri ham hikoya xotirlig'ichi. Bu yoq bo'lsa, shu qavoxonimizniki kutkuchisi bo'ladi. Men Can Chiroy apandim Sargardonlar qavoxonasining hikoya anglag'uchisi bo'laman. Bu bizning qavoxonamizniki bir alohidligi. Bir kunda birla mehmon qabul qilindi, ham shu bir mehmon uchun mulozimat elib berildi. Ama benim bu yerga boshlab kelgan uchun Qavoxona boshlab kelgan bizning xo'jayinimiz Gugum apandi bo'ldi. Yana 3 aylan bor, u 3 aylanning ayrim o'zguchilik xizmati bor. Ular sal turib keldi. Bir aylanning ismi Qadir, yana bir aylanning ismi Raqam, yana birining ismi Bergi. bu sizlarning ismonlarmi g'alaytiki? Bu qavoxonning ismimi g'alaytiki? Sizlar bu shaharlik emaskansizlar-da? Bizlar emas, sizmi sargardon. Yo'q. Bu yer kelganlarning o'zi sargardon emas, ko'ngli sargardon. Men hikoyamni boshlayamsa. Hikoyangizni boshlang. Zinciringiz chiroyliqka. Mening oliy maktabga endi borgan vaqtlarim edi. Setol ha? Hey, siz yana keldingizmi? Sizni yana keldingizmi? Yo'q. Men bu maktabga do'stimni izlab kelgan. Men tibbiy maktabda o'qiyman. Bu yil 4-yil. Aras, qaysi fakultetda o'qiysiz? Moliya iqtisod fakultetida. Unda qilaylik. Agar mumkin bo'lsa, siz menga telefon nomeringizni qoldirib qo'ying. Maktabda nurg'ulg'a ishlar bo'ldi. Mening g'ashtim tushsa, menga kelib qo'ysangiz bo'ladi. Qanday? Ma'qul. Men qo'shayman. Buldamsa? Ma'qul. O'zingiz asrab.
Shunday qilib, endi tanishgan yigitga telefon nomeringizni deb berdingizmi? Mening kichik vaqtimda mening ota-onam ajrashib ketibdi-ki. Men opamning uyida cho'ng bo'ldim. Men bir yolg'iz qiz. Shunlashqimikin dada mehriga men faqat qanmagan. Uning men kuyinishlarga men oldin ketibdi-kanman. Shunday qilib, biz shu kundan boshlab kun aloqalashgan bo'ldik. O mening maktabimga kunda keladi. Men darsdan tushgandan keyin birga tomoq yedik. Tomoq yeb bo'lgandan keyin birga sayli qildik. Lekin men uning maktabiga boray desam, u faqat qo'shilmaydi. Linda. Qanda. Maktabingizga hali kelib qoldingizmi? Ha, xil kun qoldim. Bunda o'zi yaxshi. Bu dahi yangi boshlanish. Bu necha yilgacha maktabning ichida nurg'ulg'an o'zgarishlar bo'ldi. Hammasiga aldirmay ko'rib qo'yasiz. Xizmat. Men qilgan yordamlaringiz uchun rahmat sizga. Herkes undaq demang Linda. İkimizдің tuyuqsuz uçuruşup qilishimi bir taqdir. Bundaki qandaq işiniz olsa, meni izlab. Men har vaqt sizning qishingizni. Men nimishqa buncha bo'lay yaxshilik qilsiz? Linda. Vaqtmi bir yerga berib qoldi. Agar xohlasangiz, ikkimizni mahkam. Shunday qilib, ikkimizning munosabati bor-borala yaqinlashdi. Bu kunda mening maktabimga keladi. Men darsdan tushgandan keyin birga tomoq yedik. Tomoq yeb bo'lgandan keyin birga sayr qildik. Dam olish kunining ma'lum bir kunisi kechki u menga telefon qildi. Linda, men bir tomoqxonani zakaz qilib qo'ydim. Siz taksi to'sab bering. Men sizni shu yerda saqlayman. O'rinni men undoringizga o'rgatib beraman. Bak. Lamzelli degan chu, manzilda lamzelli. Rasmiy bu? Bunda vallahi yaxshimi? Azmat, Bo'ldi. Ha, Ansirman. Bularning hammasi mening saboqdoshlarim. Yusul balla. Bugun shu kartonel deb chaqiribdi-ki. Keling. Ansirman, kel. Chiqib. Yaxshimi, mayoq o'tdinglar? Ha, saqta etdim-ma. Bunda valla, saqlab ketmagansiz. Yo'q, siz doim gapini qilib beradigan muhabbatingiz shumi? Dal o'zi shu. İsmi Linda. Bularning hammasi mening saboqdoshlarim. Ansirman. O'zingizni qo'yib deb o'tiring Linda. Elama. Boshlandi qo'ndasan. Boshlayli. Cho'ngdan kelamdi. 5-600 da o'ynamamdi. Bo'ldi? Ishlatmaydi. Qanday? Linda. Hey Linda. Ansirman Linda. Bu pullarni og'ini balla tang tükürüşken. Siz o'ylab qaldingiz bu qima, ammo sotib chiqib yayimiz g'izo degandek. Bu pullarni kim yangsa shu chiqib nima bo'ldi? Ansirman. O'zingizni qo'yib xotirjam o'tiring, ko'ngil qo'shib o'ynaylik deyapmiz. Kerak. O'zim to'g'ri. O'zingizni qo'yib. Shu. O'g'illar o'ynayverdi. Bizcha o'zimizning kadrsini chiqib, qarog'imizni qilib o'tiramiz. Siz ular kirishyapsiz-ku, yaxshi o'ynayolmaydi.
Biz başkalarında var. Başlayla. Onu kaydımızı hiç oynamadı. İşte bizim. Vay canım. Ha canım dikkili 500 kere kumga yaptı tamam mı? Tamam? Ha makul. Hazırla. Ha gel. Vay. Canım 300 kere lazım bu kaldı. Kapamaya tutamaz. Makul. Ha makul. Ne kadar? Çıktı elim çıkmadı makulda. Çıktı arkadaş. Apamdan bana sep bergen turmuş bile özüm yetmeydigan boldu. Şunday qilib men bir yerda ishlashga qaror qildim. Onun uchun men barlig'imni atashga razıdım. Onun tug'ilgan kuniga az qolgan vaqtlar edi. Qizim. Izlash e'lonsiz. Hayranam. Azmatda tug'ilgan kuning asqib qolganki, sizningcha men qandoq so'g'da yaqsam bo'lar? Soğat? Ha. Meningcha alaydirak soğat yarqsangiz yaxshi bo'larmiki? Aldığınız yıllık tug'ilgan kuniga nima so'q qolgandingiz? Shu vaqtda addiyalar tamoq yeb o'tkazgandik, lekin hozir maktab bitirishga az qoldi emasmi? Shu onun uchun sirtlarda ishlab azroq pul yig'gandim. Tug'ilgan kun alayda o'tkazib berish uchun. Shu sizdan so'rashimdi. Alaydı soğat da. Demisimi alaydirak soğat qildigan yerga yetib qopti. Meningcha bo'lganda
Soran oldunuzmu ana? Undaqsam qat'iy bo'lmaydi. Voy, sizlar jurvatqili ne zaman? Shunchalik ishtimi qamlashtiramamsiz? Siz uni yaxshi ko'rmamsiz? Albatta yaxshi ko'rmar ana. Lekin shu Bo'ldi-ku yaxshi ko'rgandikin. Qiz bo'l deganchu, o'zi yaxshi ko'rgan odam uchun hech nima saymaslik kerak. Nima deganimda qilsangiz, hech qanday ziyon topmaysiz. opera kirib chiqay ya. Vay. İşlerini hemen to'g'rilab qo'ydim. Bizning hisobotimiz o'chiq qolib ketdi-ku deyman. Rahmat aytmasam bo'ladi. Keyingi so'rinni ko'rishaylik. Xeyr xo'sh. Azmat, bugun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Necha vaqtdan yaqin men qilgan yordamlaringizga, menga bergan mehringiz uchun rahmat. Linda, siz bundoq desangiz qandoq bo'ldi, Linda? Siz degan mening birdan-bir yuragim, oshiqim, so'ygunim. Siz bundoq desangiz, men xijilib qolaman. Güppidek. So'ng. Bunacha unda asla ilmi ishmaymiz. Vat ko'tarib jo'q, mana bunda qarab turing, ha. Bunda ishmaymiz. Ishama. Ko'taring. Ha, yaxshi, Linda. Ko'taring. Endi shu ulab o'ynaymiz. Qanda? Ishama. Ya, yaxshi. Ishama Linda. Balla. Ho. Azmat, siz menga borishga va'da bering. Tanajon. Tezroqdan. Men sizni haqiqatan bak yaxshi ko'raman. Siz uchun hamma ishlarni qildim. Siz menga borishga qo'shilgan bo'lamdi. Ma'qul. Qandoq talafingiz bo'lsa qo'shilma. Biz to'y qilaylik. To'y qilamiz. Men cho'qim sizni olaman. Xotirjam bo'ling, ha? To'xtang. Menga siz va'da bering. Cho'qim siz menga va'da berishingiz kerak. Ma'qul. Men sizga va'da beraman. Ansirma. Bo'lamdi?
Qız balaning eng cho'ng xatoligi. Men barligimni onunga atadım. Men hayatımdaki en çok hatalıkını kıldım. Hey! Men barligimni hatalığa yedim. Men hayatımda hatalıkını ötküzdüm. To'y ko'ynagi. Chiroyli bir qiz. Qachon boshlab bu to'y murosimi o'tkazib olib ketdinglar? Ne emasdi? Qizlar. Ay, chiroyli qizlarni ko'rganmishlar. En yaman düşlerim şu günden başlandı. Bara bara ikimizden otursa da hürmet, hayat degan narsa qolmadi. Men uchun jannat bildigan ishlar bara bara yuz beradigan bo'ldi. Hatta men telefon qilsam, telefonimni olmay besitadigan. Gap qilsam, gap qaytarmaydigan bo'ldi. Bu kitobni uzoq vaqt ko'rib, kumulatsiyasi tugaganda bu kitobni ko'rish ko'p qism odamlarga qo'shaqmaydi. Ular bu vaqtda kitob almashtirdi. Kitap almashtirsa mayli etdi. Kitap almashtirgan bo'lsa, men shunga rozi bo'lardim. Yaraştı canım, bek yaraştı. Yazılışçı. Hoş belter hep sen kırgız vereyim mi? Müşe sen yo'g'on kafaram. Ma'qul, men men kırgız vereyim. Ma'qul. Bu mö'rlari shunday yaxshi gap bo'lmasa. Mayyalar tez oldu. Bek baxtli bo'lsiz canım, chaqon. Rahmat. Ey, telefon keltimiz sizga. Men beray-a. Ma'qul. Kimga? Azmat deydi. Iling yurajini men desang qo'yamsiz. Ma'qul. Canım, siz nima ish qilyapsiz? Yaxshimi jinim, men to'y ko'ynak ko'rayotgandi. Ha, ben borolmaydigan o'xshayman. Ozroq ishim chiqib qoldi. Siz qaytaverasiz. Canım, size so'rab baksam, ma'qulimiz bilan tushgan rasm telefoningiz bormi? Ha, bor. Ko'rib baksam bo'lamdi. Ma'qul. Mana shu. Siz to'y qilmoqchi bo'lgan Azmatmi shumi? Bu Azmatchi qarang, doktorxonada ishlayotgani 7 yil bo'lgan Azmat. Men bilan to'y qilib 5 yil bo'lgan Azmat. Sen texi mening do'konimda mendaq to'y ko'ylaklarni kiyib, meni yo'ldoshim bilan to'y qilmoqchimidi? Taqsan baxt tilab ketibdimi? Nara suqmabdimi?
Bichar tug'ilmagan bolamni yetim qilay deganmiding? Hey buzuq, o'zingni ko'ratsan, men senga gap qilyaptimi? Gap qila. Aslimini Rana qimmat o'ttiribdi-ku. Mana o'zi. Of, yana uxladim men. Esa ufti, o'ramsa davomli. Qara. Davomli ufti vadingni. Men sen berdigan pulni qammadi. Endi boshqa narsani tikishmamdi. Bo'ldi? Tamamen bo'ldi. Manda qildi. Avo, Lenda degan shun bilan jugila bir oy bo'lib qoldi degan. A'ning qo'lining uchidan boshqa men hech qanday ham tutamayapman. Nima? Bir oy? Ya burun qizlarni 2-3 kunda to'g'rilay olayotgan-ku. Bir ajal. Xotin qolmoqda. Hey. Ma xotinning gapi hech qanday chiqib qolmasin juma. A'ning ahvoli shu. Nima ish qilib bo'ldi uni? Lekin cho'qira. O'z Lendag'im har doim Lenda. Hey, Lenda deb ajab zirikdim. Unda qilayli. Sen-chu, menga bir haftagacha Lendani o'zlab qo'y. Unda Xotirjam bo'lar. Bu birinchi qitimliq emas-ku. Bundan burun har cho'ng ishlarini bittagarana. Mush bir Lendani sen to'g'rilay olmasmanman. Ala, bu yerime. Qag'inni ish bitgan ekan bir. Bunda kelama vallah, davomliq. Shunday qilib, bir ahvolmi shu. Xeyli ozod bo'lib qoldingizmi? Da. Mismo. Tan harakat bilan badanni tavlaymiz qizchaq. Bugun siz uchun alayda bir mehmon taklif qilindi. Tayyorligingiz bitgan bo'lsa, siz aqldan. Cheers.今天我们特地邀请了著名的歌手希尔艾利先生，大家掌声有请。İçildiyse aldırar, içilme könglüm. Marcan bolsan ipindim, çekilme könglüm. Birisini aldaydı, seni söyledim de. Biri yalgan yığlaydı, içilme könglüm. Tanlap yürme xilingni
kelgüçe Kolun yetmez şahlarga Isilmaunca Kimlerning doğur meyliga Birip barınni Meyve bulup şıkındı Qıqılma küngdüm Aldanma küngdüm Zarlama küngdüm Meyve bulup şıkındım Qıqılma küngdüm Aldanma küngdüm Zarlama küngdüm Meyve bulup şıkındım Qıqılma küngdüm Yürmegin küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Vicdansız ne kainata Yürmegin küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Aldanma küngdüm Zarlama küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Aldanma küngdüm Zarlama küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Aldanma küngdüm Küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Aldanma küngdüm Zarlama küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Öz yarımdak perişte Tıpılmaz küngdüm Rahmat Şeril efendim. Biz için ağır oldunuz. Bu bizning siz qilgan asraq savobimiz. Oltin chechakning qolay yasalgan oltinlarini sidirishmak qiyin edi. Mendek bir oddiy naqshchi uchun misollar afzal. Bunaqalar oddiy naqshchi emas. San'atkor, san'at bebaho bo'lishi. Rahmat sizga Shirali efendim. Chaqachamiz. Sal tez to'xtamdi. Linda, o'g'il do'stingizning rasm bormi? Ama taptım. Nerge? Emre. Ne bo'ldi ukam? Tavfik aka. Amma sizga ilg'i balg'a o'qishimiz zarur.
Qanday ular? Ukam, ig'zingizni birdan yumib turing ha. Sizni o'qishdimiz deb mana sizga alohida unumgirma qilyapmiz g'o. Ha? Jim turamsiz. Bitti. O'xshadimi? Ha, o'qishdimiz. Juring unda o'z chiqaylik. Bo'ldi. Hammasi bilan xato qildim. Meni kechirasiz. Sen meni ashdan deb o'ylab qolganmiding? Yo'q, qat'iy undanmasin. Yo'q, ko'zimdan. Yo'q. Hayır. Bir. İki. Ertadan başlap kul ko'ngilsizlikni unutib ketasiz. Erta degan sayrda badaningizni yeniklab qolganligini his qilasiz. Bunday ishlaringizni qaytadan boshlaysiz. Agar rost gapirsak topgan. Rahmat sana. Yo'q aka, hech qisi yo'q. Unda olsa men qaytay. Javobgar Azmat, Ra'no qatorliqlar qimor o'ynash, aldamchilik qilish qatorliq jinoyatlarni sodir qilganlik uchun qonunning javobgarligiga tortildi. Aldanma